Bugun sizlarni arzon bozor deb nomlangan Optim bozor bilan tanishtiramiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, uyingizga Optim narxda zo'r ro'zg'orlik qiladigan joyi ko'rsatamiz. Tashqarida qanaqa ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda maza qilib bozorlik qilasizlar. Muzdekgina assortiment juda ham ko'p. Sariyollarni ko'ryapsizlarmi? Har xil davlatdan keltiriladigan import sariyollar, mahalliy sariyollar va margarinlar bor. 5 kilolik makaronlar 39 ming so'mdan. Undan tashqari mana makaronni har xillari bor. O'zimizaniki, Italiyaniki, Qozog'istonniki, bularni ham Optim narxida xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yerda mana Xorazm guruchlari, guruch ham arzon bo'lgani uchun juda ham ko'p odam qoplab olib ketadi. Dondun mahsulotlari mana noxat, garog, grechka, bularni ham Optim narxidan olib ketasizlar. Pishiradiganlar uchun molokoni assortimenti ham juda ham ko'p. 1 litr tushonka 39 ming so'mdan eng ko'p ketayotgan tushonkalardan bittasi. Undan tashqari ittifoq tomat 1 litrligi 28 ming so'm. Bu yerda mana kichkina bankaligi 15500. To'g'li tushonkalar, tuzlangan toklar, qo'ziqorinlar, bodrillar, pomidorlar, har xil mahsulotlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Malina murabbo 1 litri 48500. Kabachkoviy ikralar, patison deysizlarmi, johora deysizlarmi, garoh deysizlarmi, bemalol topsanglar bo'ladi. Bu yerda konserva mahsulotlari, olma sirkalari, ko'rishingiz mumkin, zaytun yog'larining assortimenti juda ham ko'p. Mana zaytunni o'zi ham bor. Har xil baliq konservalar, ko'rasizlarmi? Bu yerda mana katta zaytun yog'lari. Eng ko'p ketayotgan zaytun yog'i mana shu 220 ming so'm bo'ladi. 5 litr. Bu faqat ovqat pishirish uchun mo'ljallangan. Tushonkalarni qaranglar, tushonkalar ham juda ham ko'p. 1 litrdan tortib 5 litr deysizlarmi? Rossiyskiy, O'zbekiston, har xil davlatdan keltiriladigan bor. Mana bu yerda ham zaytun yog'lari bor. Bolalar tagliklarini ham assortimenti juda ham ko'p. Narxlar ham Optim narxlarda. Ularni ko'rasizlarmi? Qoplab olib ketsanglar bo'ladi. Narxlari hamyonbop narxlarda. Kofeni yaxshi ko'radiganlar, kofeni ko'pligini ko'rasizlarmi? Bu ham har xil davlatdan keltiriladi. Rossiya, Italiya, assortimenti qaranglar. Tayyor eritilgani bor, keyin zernoviy kofelar ham bor mana. Stankasi katta va mutlaqo bepul. Bu bozorda 20 dan ortiq har xil yo'nalishda savdo qiladigan do'konlar bor. Bu videoni o'zingizlarning yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Manzilimiz Toshkent shahrida, Yangi Toshmini postidan o'tishingiz bilan 200 metrdan keyin o'ng qo'lingizda arzon bozor deb yozilgan. Hammanglarni kutamiz.